Mayli, mayli aka. Sirkka. Sirkka? Xo'p bo'ladi. Qancha berasan o'g'lim? Bilmadim, 1 million beraman. 1 million so'm? Ha, 1 million. Sirkkacha? Ha. Shu 1 million so'mga yana 1000 so'm qo'sh ukajon. 1000 so'm qo'sh. Oborib qo'yaman. 1 millionga obormaysizmi aka? 1 million chiqqan joydan 1000 so'm chiqadi-ku ukajon. 1 million 1000 so'm qo'sh, 1000 so'm qo'sh. Qo'ying aka. Umuman insof qolmadi sizlarda. Qo'sh. Yurasizmi aka? Insof qolmabdi deydi. O'zida insof yo'q. Va alaykum assalom. Kim u? Taksi. Sirkkacha. Sirkkacha? Xo'p bo'ladi. Nechta berasan o'g'lim? 7000 bo'ladimi? 7000. 1000 so'm qo'sh. 1000 qo'sh. Bo'pti. Bo'pti. Mana dangal yigitlar ham bor ekan. Adasi. Zo'r joy ekanda. Mazza-ya. Shunaqa. Rahmat sizga kattakon. Qadrimga yetlaring. Ha, bitta savol bersam maylimi? Bero. Ana kuni telefonda Nodira degan qiz telefon qildi, siz esingizdami? Xo'sh. O'sha kim? Kim deding? Nodira. Ava. Telefonni gaplashdingiz. Bizlar qabulxona ishida. Hayda, aylantir. Bo'shashma. Haligi 2 kun oldin esingizdami? Nargiza degan qiz sizga telefon qilib bir nimalarni tushuntirib yotdi. Kim u? Adasi? Nargizami? Ha, Nargiza ishxonamiz oldidagi do'konda ishlaydi. Bo'ldi, ko'p gapirma, aylantir. Anu kuni ham Luiza degani qiluvdi. To'g'rimi bir hafta oldin? Keyin har doim ayollarning ovozi keladi. Telefon qilganda har doim ayollarning ovozi. Mohira, Nargiza, Nodira, Nazokat, Luiza. Marhamat. Hisob. Nechinchi bo'ldi? Ko'rdingizmi o'zi? 2-0 bo'ldi. 2-0 bo'ldi, zo'r bo'ldi. Terminal borasizlarda? Ha. 609. Aka, hisobida uncha ko'p mablag' yo'q ekan, o'shaning uchun yetmay qoldi. Agar imkoni bo'lsa. Hozir hisoblatib olaman. Qo'shib hisoblatib oling. Xo'p. Qancha o'tib qoldi? Yana ozgina yetmay qoldi. Yana shuncha yetmadi. Voy. Buni hisoblatib oling. Iloji yo'q endi. Yegan og'iz uyaladi. To'xtang. Mabodo yetmay qolsa mashina qo'shib yuborasiz. Ya o'z soatdan ma'lum edi o'zi. Etolmay turdim. Hozir. Aka. Yana ozgina yetmayapti. Aka. Yana ozgina yetmayapti. Nima? Yana yetmadimi? Ofisdan. O'z to'g'ri hisobladinglarmi? Sizdan 14,700 so'm bo'ldi. Marhamat. Qaytimiga salfetka bersam bo'ladi? Salfetka bera qoling. Mana. Sizdan 8800 so'm bo'ldi. Qaytimiga salfetka bersam bo'ladi? Adajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim, yaxshi ishlayapsanmi? Ha, rahmat. Ha, baraka. Charchamayapsanmi? Yo'q. Bizni salfetkalarimiz qanday ketyapti? Men sizga iltimos sotib beraman. Salfetkalarimiz zo'r ketyapti. Sizga ham qolmadi. Yana olib bersangiz, yana sotib beraman. Xo'p, sotib bo'lsang menga telefon qilgin, men yana aytaman. Pulini alohida olib qo'ygin, xo'p? Keyin hisoblashamiz. Assalomu alaykum. Algoritim. Alisher Navoiy. Atrofigachami? Ozgina xalqaro yo'l boring. Oyog'im bo'ldi. Oyoq, shuni oldinroq aytmaysizmi? Hozir yuraman, oyoq bop turing. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qora bobo. Yangi yil sizga yangi omadlar olib kelsin. Rahmat.
eski yilda erishilmagan niyatlaringizga yangi yilda albatta erishing. Rahmat, rahmat. Bo'ldimi aka? Aniq bo'ldimi? Qancha bo'ldi? Aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men sizlarni qamoqchi edim. Sizlarda imkoni bo'lsa, agar joy bo'lsa, o'shanga. Hozir oyim uydagilar-da. Hali kechroq ketadilar. So'rab ko'ring, hopsilib biznikida qolasiz, xo'p? Qo'lingni ko'tar. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Bo'lsa, yo odamlar qarayapti. O'zinglar bas. Qarab. O'rni bor. Jiddiy bo'l, odamlar qarayapti. Mani yonimda yurganda jiddiy yur, Aka, nima bunaqa o'jarsiz, tushunmayman men. Siz hech sizni bir. Men shunaqaman men. Men choyxonaga kirsam bir qari cholga aylanib qolaman. Anaqa o'yinchoq do'koniga kirsam yosh bolaga aylanib qolaman, aka. Qiziq odam ekansan. Choyxonaga borsang, otaxonga aylansan, o'yinchoq magaziniga yosh bolaga aylanasan. Sen bilan to'g'ri xonaga borib bo'lmas ekanda, bo'lmasa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima? Mana shu odam yeydigan ovqatga havasim keldi. Shu ovqat? Ha, mana shu odam yeydigan ovqatni yemoqchiman. Hozir. Iltimos tezlatib oling. Kechirasiz. Okey, git. Mana qo'ying. O'ting. O'ting, mana qo'ying. Aşağı ovqatmi? Oling, men qarab turaman, oling, men qarab turaman. Haligi Odamsan. hali kelmaydi, oling. Va bunaqa ovqatdan menga olib kel, bu yoqda yeyman deyapman. Buni ovqatni. Ya qilmoqsiz. Yo'q. Oling, men qarab turaman, oling. Qanday ishlaydi sani? Yo'q. Assalomu alaykum. Yangi yillar bilan. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling. Maqol deb o'yladim. Mana shu mashinangga ukajon, yarim tog'ara norin sig'adimi? Sig'adi aka, bemalol sig'adi. Yana ustiga 5 ta somsachi. Somsa ham sig'adi aka. Keyin yana 5 tagina ekan. 10 siq shashlik ham. 10 siq shashlik. Hop, sig'diramiz. Sig'adi. Xo'p. Haligi norin, somsa, ashashli ular qayerdan olamiz aka? Ular hammasini olib bo'lganmi? Yeb bo'lganmi? Ular hammasi. Hayır, sirke. Har dam va har daqiqa ajoyib damlaringizni biz bilan qarshi oling. Sababi yilning eng sara filmlari faqat bizda namoyon.
fantastika janridagi Bilsan. O'z to'g'ri hisobladinglarmi? Sizdan 14,700 so'm bo'ldi. Marhamat. Qaytimiga salfetka bersam bo'ladi? Salfetka bera qoling. Mana. Sizdan 8,800 so'm bo'ldi. Qaytimiga salfetka bersam bo'ladi? Adajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim, yaxshi ishlayapsanmi? Ha, rahmat. Ha, baraka. Charchamayapsanmi? Yo'q. Bizni salfetkalarimiz qanday ketyapti? Iltimos sotib beraman. Salfetkalarimiz to'g'ri ketyapti. Sizga ham qolmadi. Yana olib bersangiz, yana sotib beraman. Xo'p, sotib bo'lsang menga telefon qilgin, men yana aytaman. Pulini alohida olib qo'ygin, xo'p? Keyin hisoblashamiz. Assalomu alaykum. Algoritim. Alisher Navoiy. Atrofigachami? Ozgina xalqaro yo'l boring. Oyog'im qoldi. Shuni oldinroq aytmaysizmi? Hozir yuraman, oyoq bosing, Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qora bobo. Yangi yil sizga yangi omadlar olib kelsin. Rahmat. Eski yilda erishilmagan niyatlaringizga yangi yilda albatta erishing. Rahmat. Bo'ldimi aka? Aniq bo'ldimi? Qancha bo'ldi? Aka? Okey, git. Mana qo'ying. O'tir. Mana qo'ying. Yashar qopni? Oling, men qarab turaman. Oling, men qarab turaman. Haligi Odamsan. hali kelmaydi. Oling. Va bunaqa ovqatdan menga olib kel, bu yoqda yeyman deyapman. Buni ovqatni. Yoqqa yemoqchisiz. Yo'q. Oling, men qarab turaman. Qanday ishlayapmiz sani? Yo'q. Assalomu alaykum. Yangi yil bilan. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling. Maqol deb o'yladim. Mana shu mashinangga ukajon yarim tog'ara norin sig'adimi? Sig'adi aka, bemalol sig'adi. Yana ustiga 5 ta somsachi. Somsa ham sig'adi aka. Keyin Yana yana 5 tagina ekan. 10 siq shashlik ham. 10 siq shashli. Xo'p, sig'diramiz. Sig'adi. Xo'p. Haligi norin, somsa, ashashli ular qayerdan olamiz aka? Ular hammasini olib bo'lganmi? Yemaganmi? Ular hammasi. Mayli aka. Sirkka. Sirkka? Xo'p bo'ladi. Qancha berasan o'g'lim? Bilmadim, 1 million beraman. 1 million so'm? 1 million. Sirkkacha? Shu 1 million so'mga yana 1000 so'm qo'sh ukajon. 1000 so'm qo'sh. Olib borib qo'yaman. 1 millionga olib bormaysizmi aka? 1 million chiqqan joydan 1000 so'm chiqadi-ku ukajon. 1 million 1000 so'm qo'sh, 1000 so'm qo'sh. Qo'ying aka. Umuman insof qolmabdi sizlarda. Qo'sh. Yurasizmi aka? Insof qolmabdi deydi. O'zida insof yo'q. Va alaykum assalom. Kim u? Taksi. Sirkkacha? Xo'p bo'ladi. Nechta berasan o'g'lim? 7000 bo'ladimi? 7000, 1000 so'm qo'sh. 1000 qo'sh. Bo'pti. Bo'pti. Mana dangal yigitlar ham bor ekan. G'adasi. Zo'r joy ekanda. Mazza-ya. Shunaqa. Rahmat sizga kattakon. Qadrimga yetlaring. Bitta savol bersam maylimi? Bero. Ana buni telefonda Nodira degan qiz telefon qildi. Siz esingizdami? Xo'sh. O'sha kim? Kim deding? Nodira. Ava. Telefonni gaplashdingiz. Bizani qabul qilib ishlaydi. Hayda, aylantir. Bo'shashma. Haligi 2 kun oldin esingizdami? Nargiza degan qiz
sizga telefon qilib bir nimalarni tushuntirib yotibdi. Kim u? Nadasi? Nargizami? Ha, Nargiz. Nargiza ishxonamiz oldidagi do'konda ishlaydi. Bo'ldi, ko'p gapirma, aylan. Anu kunam Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men sizlarni qamoqchi edim. O'sha sizlarda imkoni bo'lsa, agar joy bo'lsa, o'shanga Hozir oyim uydagilarda hali kechroq ketarlar. So'rab ko'ring, hopsilib bizanikida qolasiz, hop? qo'lingni ko'tar. Ta-ta-ta. Bo'lsa ya odamlar qarayapti. O'zinglar bas. Sada. Jiddiy bo'l ya, odamlar qarayapti ya. Mani yonimda yurganda jiddiy yur ya. Aka, nima bunaqa o'jarsiz, tushunmayman men. Siz hech sizni bir. Men shunaqaman. Men choyxonaga kirsam bir qari cholga aylanib qolaman. Anaqa o'yinchoq do'koniga kirsam yosh bolaga aylanib qolaman, aka. Qiziq odam ekansan. Choyxonaga borsang, otaxonga aylansan, o'yinchoq magaziniga yosh bolaga aylanasan. Sen bilan to'g'ri xonaga borib bo'lmas ekanda, bo'lmasa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima? Mana shu odam yeydigan ovqatga havasim keldi. Shu ovqat? Ha, mana shu odam yeydigan ovqatni yemoqchiman. Hos. Iltimos, tezroq qo'y. Kechirasiz. Viza degani qiluvdi. To'g'rimi bir hafta oldin? Keyin har doim ayollarning ovozi keladi. Telefon qilganda har doim ayollarning ovozi. Mohira, Nargiza, Nodira, Nazokat, Luiza, Marhamat. Hisob Nechinchi bo'ldi? Ko'rdingizmi o'zi? 2-0 bo'ldi. 2-0 bo'ldi. Terminal borasizlarda? Ha. 6-9. Aka, hisobida uncha ko'p mablag' yo'q ekan, o'shaning uchun yetmay qoldi. Agar imkoni bo'lsa. Hozir hisoblatib olaman. Qo'shib hisoblab oling. Hop. Qancha ortib qoldi? Yana ozgina yetmay qoldi. Yana shuncha yetmadi. Voy. Buni ham hisoblatib oling. Iloji yo'q endi. Yegan og'iz uyaladi. To'xtang. Mabodo yetmay qolsa mashina qo'shib yuborasiz. Ya u soatdan ma'lum edi o'zi. Etolmay turdim. Rahmat. Hozir. Aka. Yana ozgina yetmayapti. Aka. Yana ozgina yetmayapti. Nima? Yana yetmadimi?